Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi obyektimizga to'rttalik kolodis o'rnatganligiga eganmiz. Ustagamiz mana pastda ko'ylashyapti. Xudo xolasa bitgan holatlarni ham bitta syomka qilib qo'yamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib o'rasizlar. Ustaga to'rttali bo'lib qoldimi? To'rttali bo'lyapti, xudo xolasa. To'rttali bo'lyapti. Pastga qoldi. Xudo kuch-quvvat bersin. Charchamanglar. Ustagamiz mana to'rttali bo'lib qoldi deyapti. Xudo xolasa bitgan holatlarni ham tashlaymiz. Mana kech bo'lishiga qaramay, navbatdagi obyektimizni bitirib oldik.